Bu bemorimiz yurishni unutgan edi. Bugun bu bemorimiz mustaqil yurmoqda. Teshaboyeva Saida opa, Norin tumanidan tashrif buyurganlar. Bizga murojaat qilganda o'ng oyog'idagi ildizli xarakterlarga ega og'riqlar bilan murojaat qilgan. Og'riqning juda ham kuchliligini hisobiga mustaqil yura olmagan. MRT tekshiruvida juda kam uchraydigan disk churasi, mana ekstraforaminal grijasi aniqlandi. Ushbu bemorimizga umurtqasini yon tarafidan tushib, hech qanaqangi suyak strukturalariga, umurtqa pog'onasining suyaklariga ziyon yetkazmasdan mana shu tarafdan tushib disk grijasini olib tashladik. Bemorni operatsiya kuni 4 soatdan keyin vertikal holatga keltirdik. Ertasi kuni uyiga og'riqlarsiz javob berdik. Bemor o'zi mustaqil yurib uyga ketdi. Yur. Yaxshiman, rahmat. Anchadan beri og'rirdim. Shu shifoxonaga kelib shifo topdim. Rahmat hammalaringga, doktorlarimizga rahmat. Xudoga shukr. Shunaqa bemorlar bo'lsa, kelib shu yerga shifo topib ketinglar. Kelganimda umuman yura olmagandim. Oyog'imda umuman bosmagandim. Mana hozir yaxshiman, Xudoga shukr, og'riqlar qoldi. Yurib chiqdim o'zim operatsiyadan. Sharoitlari ham zo'r chiroyli ekan. Shu yerga kelib davolaninglar, shifo topib ketasizlar albatta.